Yukarıkılık işimizin devamı hürmetli vatandaş. Şunun bilen Xi Jinping razı bulup sepke atlan. Özüdün özüge razı bulup sepke atlan. Bu bir meydan uzundan beri kütüp kelevatkan köreş idi. Eğer bir muş bilen Prezident Trump'ni yengip alıdığan bolsa, Cungo Amerika'nın ornuğu ötüp, dünyanı o taraf bu taraf kılalaydıgan derciden taşkırı çoğun devletke aylanğan buladı. Burayı Xi Jinping'in hiyali, aylanğan buladı. Burolla, 2015 yılı Cungo müstakil hareket kılgıcı, Cungo'da müstakil hareket kılgıcı alim Yang Lucun mundaq görsetken. Bir neçe yıldan beri Cungo Amerika münasebeti neme kılsı mı yaxşı bulalmay keldi. Çişini koçorlutup, yoşurun ekim, aşkara faaliyet tört tarafta göreceğiz. Bundaq buluştun yıltısı Cungo'da. Çünkü Cungo'da rehberle almıştı. Deng Xiaoping devirdeki Amerika'ya yakın bulan siyasetini çörüp taşladı. Amerika'nı red kılıdığan, Amerika'nı öç görüdüğün, Amerika'ya karıştırdıgan devlet siyaseti Cungo'da yolga koyuldu. Amerika komünizm ideologiyasiga karıştırdıgan düşman deydigan bayrağını götürüp çıktı. Hem de ikinci orunda oturup birinci orundaki devletten eşip dünyanı ötküzüp aladığan, yer şarını ilkiga aladığan, onun var iradesini hareketke keltirişke başladı Cungoluklar. Xi Jinping Allah birullah kılçı yoşurmay Amerika'nın barlık düşmanlarının katarıga tizildi. Dikkat etiniz. Xi Jinping Allah birullah kılçı yoşurmay Amerika'nın barlık düşmanlarının katarıga tizildi. Şunlaşka Amerika Cungo oturusu bir meydan soda uruşu bolawatıdı. Şunlaşka Amerika Cungo oturusu bir meydan soda uruşu bolawatıdı. Degenden köre sabık Sovetler bilen Amerika oturusida yüz bergen soğuk münasebetler uruşu umumi yüzlük uruş bolawatıdı degen düzek. Dikkat vatandaş. Amerika bilen Cungo oturusida bir meydan soda uruşu bolawatıdı degenden köre sabık Sovetler bilen Amerika oturusida yüz bergen soğuk münasebetler uruşu devredikidek umumi yüzlük uruş bolawatıdı degen düzek. Bu bir meydan dünya karaş. Kımmet karaştır oturusidaki hayat, mamatlık uruşlar. Dikkat duran efendim. Bu bir meydan dünya karaş. Kımmet karaştır oturusidaki hayat, mamatlık uruştur. Yani tüzüm bilen tüzüm, kapitalizm bilen sosyalizm. Kımmet karaştır okşamaydıgan devletler oturusu, kımmet karaştır oturusu köreştir. Xi Jinping Prezident Trump'ın gayesi ve iradesi doğrusunda hata hüküm kıldı. Xi Jinping Prezident Trump'ın sabık Prezident Obama'ga okşamaydıganlığını bilgen çağda bolsa, o üzengiden düşelmey kaldı. Prezident Trump'ın gayesi ve iradesi hata mölçerildi Reis Xi Jinping. Birak Prezident Trump'ın sabık Prezident Obama okşamaydıganlığını tanıp yetkende, bilgendi bolsa, o vaxtıda Reis Xi Jinping ottan çüsümü üzengiden düşelmey kaldı. Soda uruşu soda uruşu emdala başlanğanda Xi Jinping'in stratejisi mundaq boldu. Amerika'da iki partiyanın ihtilaflardan paylanıp Amerika'da iki talaş tartış payda kılıp Prezident Trump'ni
hiç iş kılalmaydıgan kılıp koymakçı bol. Teyve. Bizdek adamlar yüzümüzde nadan deymiz, nadan adamlanmışında oylaysak, bu belki doğru da hürmetlik vatandaş bir çoğun devletten başkırıvatkan adamlanmışında oylaysam da nime deymiz bunu? Nime deyde qarap durun? Soda uğrışı, emdili başlanğanda Xi Jinping'nin stratejisi mındak boldu. Amerika'da iki partiyanın ihtilaflardan faydalanıp, Amerika'da iki talaş tartış payda kılıp, Prezident Trump'ni hiç iş kılalmaydıgan oranğa düşürüp koymakçı boldu. Bu tarih şimdi körgen çüş bulup kaldı mı kandak vatandaş? Lekin Xi Jinping oylap yetelmedi ki, Amerika'da Cumhuriyetçiler Partisi bolsun, Demokratlar Partisi bolsun, içki siyasette bir-biriga taqabul turgan, elişip turgan, münazirleşip turgan bolsun mu? Lekin soda urushida bolsa, iki partiyanın meydanı birdek idi. Demokratlar Partisi mi? Cungoga qattiq pozitsiya qo'llanishni umid qilyapti. Demokratlar Partisi mi? Cungoga qattiq muomala qilishni, pozitsiya qo'llanishni umid qilyapti. Növbətdə Demokratlar Partisining a'zosi Amerikaning sobiq nopozliq amaldori Kurt Campbell bilan Latner apandilar Jungodan hisob elish. Beijing Amerikaning umidini qandaq yerga qo'ydi? Mavzuliq maqola e'lon qilib, diqqatga turan apandi. Jungodan hisob elish. Kurt Campbell. Jungodan hisob elish. Beijing Amerikaning umidini qandaq yerga qo'ydi? Mavzuliq maqola e'lon qilib, Amerikaning Jungo to'g'risidagi ko'z qarashlarining o'zgarganligini tipik holda ko'rsatib berdi. Kurt Campbell, sobiq prezident Obama davrida Osiyo tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi bo'lib vazifa o'tagan. Latner, Amerika Diplomatiya Münasibetleri Komitetining Jungo bölümünün nopuzluq tadqiqotchisi. Men mavzuni yana bir o'qib o'taymi? Nima deydi? Kurt Campbell bilan Latner yozgan maqolada Jungodan hisob elish. Demak, Jungodan hisob oldigan vaqt keldi. Beijing Amerikaning umidini qandaq yerga qo'ydi mavzuliq maqola. Bular yazgan maqolasida Amerikaning Jungo siyosatida xato hukmlar qilganligi tahlil qilingan. O'tgan bir necha 10 yil ichida bo'libmi sobiq prezident Clinton Jungoning Dunyo savdo tashkiloti qatnashishini qo'llab, Amerikaning izchil Jungo to'g'risida ham xiyollarda bo'lib kelganligi. Jungo islohotda ching turib, dunyo iqtisodiy sistemasiga kirdiganlar bo'lsa, o'xshashla G'arb dunyosining qimmat qarashlari sistemasiga kirdi deb o'ylaganligi. Bu o'zgarmaydigan yuzlanish bo'ladi deb qaraganligi. Masalan, qo'saq to'ydi, iqtisod taraqqiy qildi, muqarrar holda bu davlat Jungo demokratik tuzumga, demokratik jamiyatga, demokratik siyosatga o'zgaradi. Bu muqarrar yuzlanish bo'lib qoladi deb shu vaqtdagi Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatı shundoq o'yladi va shundoq hukm qildi. Mo'shalar yuqorqi maqolada tahlil qilindi. Albatta, paket shu bo'ldiki, Jungo o'zining siyosiy tuzumini saqlab qolib, hem alaydilikka ega bo'lib, hem yer shaharlashish elib kelgan fursatdan foydalanib, o'zining iqtisodiy kuchini kuchaytirib, yer shahri tartibida Amerikaning rahbarlik o'rniga o'tmoqchi bo'ldi, Turan apandi. Jungo yuqorqidagi ishlarni qilib, yer shahri doirasida Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbarlik o'rniga o'tmoqchi bo'ldi. Shunga Jungo yer shahri doirasida Amerikaning dunyoviy rahbarlik o'rniga xiris e'lon qildi.
Maqalaning oxiri xulosasida mundaq ko'rsatildi vatandosh. Navbatda Amerikaning umidi bilan Jungoning reallik o'rtasidagi farq borgan sari kengayishga boshlagan paketga asoslanib, Amerikada hozirgi zamon tarixida eng kuchli raqobatchiga duch kelganligini Amerika xalqi tanib yetdi. Demak, Jungo ile Amerika o'rtasidagi farq. Masalan, Amerika ayni chog'da yuqorqidek umid qildi, lekin Jungo bu umidga yaqinlab kelmay, Amerikaning umididan texmi yiroqlashib ketdi. Moshining o'zi paket. Moshi paketga asoslanib, oxiri Amerika nima dedi? Hozirgi zamon tarixida intayin kuchli bir raqobatchiga duch kelganligini tanib yetdi. Amerika agar g'alaba qilmoqchi bo'ladi ekan, uzundan beri shakllangan Jungo to'g'risidagi ko'z qarashlaridan voz kechish kerak. Prezident Trump Oqsaroyga kiribla az o'tmay Amerikada siyosat to'g'ri bo'lish deydigan, siyosatda to'g'ri bo'lish deydigan mo'shundaq bir mintaqadan voz kechgan. Endi hozir mayada nima deydi? Agar Amerika g'alaba qilishni xohlaydi ekan, undaqda marhamat uzundan biri Jungo to'g'risida shakllangan ko'z qarashlardan voz kechish kerak. Masalan, bir qatim leksiya so'zlaganda men vatandoshlarga bir jumla so'zni qistirib o'tdim. 1945-yili Prezident Franklin Roosevelt shundoq degan edi. Jungo taraqqiy qiladi. Jungo zaruriy kerak. Yoki Jungo bir davlat, bir butunlik kelgan davlat bo'lish kerak. Shundoq bo'lganda Yaponiya taslim bo'lgandan keyingi Osiyoda paydo bo'lgan bo'shliqning o'rniga Jungo o'tadi. Jungo mushu bo'shliqda tura oladi degan. Shunga Jungoni birlikka keltirgan. Masalan, Manjuriyani qo'shib berib, Uyg'uristonni qo'shib berib, Jungoni birlikka keltirgan. Bugun 70 yil o'tgandan keyin bugungi kunda Franklin Rooseveltning avlodi nima deydi? Amerika agar g'alaba qilmoqchi bo'ladi ekan, uzundan beri shakllangan Jungo to'g'risida ko'z qarashlardan voz kechish kerak. Masalan, Yaponiya chekinib chiqqandan keyingi bo'shliqni Jungo to'ldirish kerak, to'ldirdi degan ko'z qarashlardan bu voz kechish kerak. Jungoga qattiq siyosat qo'llanish bu Prezident Trumpga tuyuqsiz kelgan xiyol emas. Jungoga qattiq siyosat qo'llanish bu Prezident Trump tuyuqsiz kelgan